Bir kunda yarim soat vaqt ajratib samarali ozish usuli bor. Bu qaysi usul? Bu juda ham oson va oddiy, hammaga erish tuyuladigan va oson eshitiladigan usul. Bu to'g'ri suv ichish hamda piyoda yurish. Keling, bugun shu haqida sizlarga gapirib beraman. O'z-o'zidan sizda savol tug'ilishi mumkin. Oddiy suv ichib ham ozish mumkinmi deb? Albatta, ozish mumkin. Faqat suvni to'g'ri tartibda iste'mol qilib. Bu qanaqa qilib? Odatda yozi issiq kunlarida biz insonlarga aytamizki, ko'proq suv iste'mol qilinglar. Chunki suv bu organizmimizning asosiy qismini tashkil qiladi va modda almashinuvi suv miqdoriga juda ham bog'liq. Shuning uchun hozirgi kunda o'rtacha miqdorda yoz kunida 2,5-3 litr, qish kunida 2-2,5 litr suv ichish tavsiya qilinadi. Organizmda suvning yetishmasligi, suvsizlanish nimalarga olib keladi? Birinchi navbatda qon quyuqlashadi va davleniya oshishi kuzatiladi. Undan tashqari, tananing turli qismlarida, hatto terida, ichki organlarda suvsizlanish jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayon o'z-o'zidan shunday mexanizmni ishga soladiki, organizm himoya reaksiyasiga o'tadi. Suvni organizmdan chiqib ketishini ushlab qolishga harakat qiladi. Buning uchun u yog'larni o'zida saqlab qoladi, parchalanish jarayonlarini to'xtatadi va o'z navbatida hamma narsani zaxira sifatida to'plashni boshlaydi. Bunda qaysi moddalar? O'z navbatida oqsillar, yog'lar, uglevodlar zaxira sifatida to'planadi va suv ham zaxira sifatida to'planish boshlanadi. Bunda oqsillar to'plangandan keyin unda parchalanish jarayoni kuzatilmaydi va bu boshqa metabolik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Yog'lar parchalanmasligi oqibatida ular organizmda har xil turli joylarda to'planib, yog'li to'plamlar, ya'ni semizlikni keltirib chiqaradi. Undan keyin suv organizmda ko'proq ushlanib qolinsa, bu har xil qismlarda, tananing turli qismlarida shishlar keltirib chiqaradi. Yana eng muhimi shundaki, organizm suvsizlanganda odatda ochlik hissini seza boshlaydi. Va bu paytda biz o'z navbatda qornim och qoldi, narsa yeyishim kerak degan tushuncha, impuls paydo bo'ladi. Shuni yo'qotish uchun biz suv miqdorini normal ushlashimiz kerak. Bu eng muhim nuqta bo'lganligi uchun biz doim aytamiz, qornim ochdi yoki bo'lmasam chidolmayapman, ikkita ovqatning o'rtasida nimadir yegim kelyapti, tez hazm bo'lib ketdi ovqatim deyishsa, men aytamanki, to'xtanglar, sizda suvsizlanish ketyapti. Siz ovqat o'rniga siz yaqinda normal ovqat yedingiz, suv iching. Suv ichsangiz, shunda o'sha chanqoq qoplanishi hisobiga to'qlik hissi yuzaga keladi deb javob beraman. Shuning uchun ham biz ovqatga ehtiyoj sezganimizda doim ham birinchi ovqatga shoshmasligimiz kerak. Shuning uchun har bitta ovqat iste'molidan oldin bir stakan suv iste'mol qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi suvni ozishdagi o'rniga kelsak, bu o'z-o'zidan yuqorida aytib o'tgan har bitta holatim ozish uchun birinchi turtki bo'ladi. Ya'ni biz och qolganimizda suv iste'mol qilishimiz organizmda to'qlik hissini keltirib chiqaradi va bizga kaloriya kirmaydi. Chunki suv kaloriyaga ega emas. Endi suv miqdori qanchalik organizmga yetarli kirib borsa, hujayralar suvga bo'lgan ehtiyoji to'yinadi. Organlarda modda almashinuvi normal kechadi. Ichaklar faoliyati yaxshilanadi. Ichaklarda ovqat mahsulotlarining to'planib qolishi, ularni peristaltikasining yaxshilanishi yo'lga qo'yilishi oqibatida hech qanday shlaklar to'planib qolmaydi. Oddiy suvni o'zi detoksikatsiya xususiyatiga ega. Shuning uchun ham u yaxshi ozdiruvchi manba hisoblanadi. Endi suv organizmimizga kirdi, uni to'yintirdik. Buni harakatini ta'minlashimiz uchun endi o'zimiz harakatga tushishimiz kerak. Juda bo'lmaganda kamida kunda yarim soat davomida piyoda yurishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu bizga qanaqa plyuslarni olib keladi? To'g'ri suv ichish bilan piyoda yurishni birga qo'llash orqali biz birinchi haftada qanday o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin? Birinchi navbatda hazm jarayoni yaxshilanadi. Ya'ni bizga organizmga kirayotgan yog'lar, uglevodlar va turli xildagi boshqa mahsulotlar yaxshi parchalanadi va qonga yetarli miqdorda so'riladi. Organizm o'ziga kerak bo'lgan vitamin, minerallarni yetarli miqdorda qabul qilib oladi. Undan tashqari, shu birinchi haftada organizmda to'planib qolgan shlaklar, har qanday chiqindi moddalar, zaharli moddalar organizmdan chiqib ketadi. Toksinlar o'z navbatida yo'qoladi.
tozalanadi organizm. Ikkinchi haftasida muntazam ravishda suv ichish bilan piyoda yurishni birga olib borsak, endi organizmda chuqurroq o'zgarishlar yuzaga keladi. Ya'ni bizda zaxira sifatida to'planib turgan yog'larimiz parchalanishi boshlaydi va ular mayda yog' tolichalariga, tomchilariga aylanib organizmdan chiqib ketishni boshlaydi. Qayerlardadir to'planib turgan yog'larimiz erib parchalanish boshlandi. Endi keyingi haftalarga kelib, ya'ni umumiy olganda birinchi oyni o'zidayoq yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin. Ya'ni kamida bir oyni o'zida to'g'ri suv ichib, piyoda yurishni yo'lga qo'yishimiz oqibatida juda ham bo'lmaganda 5 kilo, 6 kilo vazn tashlashimiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oddiy suv ichish hamda piyoda yurishni muntazam yo'lga qo'yish orqali biza eng avvalambor to'g'ri ozishni tanlagan bo'lamiz va bu oson, eng qulay usul bilan anchagina natijaga erishishimiz mumkin. Hamda organizm sog'lom tartibda ozadi, sog'lom tartibda tozalanadi va unda hech qanday murakkab jarayonlarsiz ozish jarayoni yuzaga keladi. Agar siz ozishni boshlamoqchi bo'lsangiz, organizmga suv bering va uni harakatga keltiring. Shunda siz to'g'ri ozishni boshlagan bo'lasiz. Hozirgi kundacha o'zim kuzatyapman-da, o'zim misol uchun har kuni piyoda yurishga chiqaman kechqurun. Bu ham ishdan bo'shaganimda, ovqatlarimni yeb bo'lganimda, hazm qilish uchun shu kun davomida yegan kaloriyamni parchalash uchun o'zim harakat qilaman yurishga va bunichi bilasizmi, kislorod bor joyda, mashinalarning shovqinidan uzoqroq joyda yurishga harakat qilaman-da, suv bo'yiga boraman. Anaqaga, anhor bo'yiga. Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan hozirgi kunda va boshida buni boshlagan paytimdachi bir 3-4 oy bo'lgan bo'lsa, o'zim muntazam yo'lga qo'yishni boshlaganimga kuzatdim, odamlar juda ham kam edi u paytda. Menga o'xshagan bitta-ikkita shunaqa odamlar yurishardi. Men shunga juda ham xursand bo'laman. Keyingi payt bizani balki vrachlarning gaplarimiz, ularga tushuntirishlarimiz shular foyda beryaptimi, odamlarni ongida o'zgarishlarmi, tushunchalar o'zgaryapti. Menimcha, keyingi payt juda ham ko'paydi odamlar. Men o'zim kuzatishni boshladim. Bitta qiz ko'zimni oldida har kuni e'tiborim tortardi. Ortiqcha tana vazni bilan shu piyoda yurardi. Faqat qulog'iga naushnik taqib olib bitta o'zi yurardi. Bir kuni qiziqib shuni gapga soldim. Vrach bo'lganim uchun menga ortiqcha vazn sirazi ko'rinadi. To'xtadim deb, siz har kuni shu yerda yurasiz, men ham kelaman, sizni ko'raman. Kimdir sizga tavsiya qildimi buni? Nima qilyapsiz? Dorilar ichyapsizmi? Yoki faqat shuni o'zimmi desam, shu qiz ham menga aytdiki, men dedi juda ham ko'p internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan kuzataman. Ko'p vrachlarning gapini eshitdim. Shu yurish birinchi o'rindaligini menga ko'p marta aytishgandan keyin o'zim qiziqib yurishni boshladim. Va ortiqcha hech qanaqa diyeta qilmadim. Ortiqcha bir nimalar harakatlar qilmayapman. Kun davomida ishlayman. Ishdan keyin kelib birpas yarim soat qarang. Yarim soat shu suv bo'yida, anhor bo'yida yuraman. Borgan sari men tempimni oshiryapman, yurish tezligimni oshiryapman. Boshida ozgina yurganda 10 minut, 15 minutda charchab qolyotgandim. Hansirab qolyotgandim, yurolmay qolyotgandim. Keyinchalik o'sha sal harakatlarim yengillashdi, vaznim kamayishni boshladi, sezishni boshladim dedi. Men shu qizni har ko'rganimda o'zim ko'zim quvonib, xursand bo'lamanki, ko'zimni oldida men uchun begona, meni kasalman emas, begona bitta qiz juda ham chiroyli ravishda ozishni boshladi. Keyin aytdim, buni men gapirishim kerak ekan. Demak, men oldimga kelgan har bitta odamga, mendan maslahat so'ragan har bitta odamga u narsani men misol tariqasida aytishim kerak ekan deb o'zimga xulosa qildim. Oddiy yurishi, oddiy suv ichishi shunchalik katta bir rezultatlar berishi meni o'zimni hatto hayron qoldirib quvontirdi. Shuning uchun bu narsani qattiqroq, chuqurroq o'ylashimga, buni ustida izlanishimga, mana shunga sabab bo'lib va buni men boshqalarga yetkazishga ahd qildim shundan keyin.